Bizning kanalimizning ati Aydana Maratova. Biz hozir matematikaning 6-sinf matematikasini qalangan chiqaruvni ko'rsatamiz. O uchun sizlarga fotomat degan narsa kerak. Biz uni Play Marketdan yozamiz. Play Marketga oldin Wi-Fi'mizni qo'shib olamiz. So'ng uni qo'shib bo'lgandan keyin повторить попытку degan bosamiz. So'ng u aylanib bo'lguncha biz chiqarib qaytadan kiramiz. Endi aylanamiz. Bizga 6-sinf matematikasini chiqaruvi bizga fotomat degan kalkulyator qajat bo'ladi. Biz uni hozir Play Marketga yozmoqchimiz. Google Chrome'ga da yozuvga bo'ladi. Fotomat deb. O'tgan bu kanalda ko'rib like qo'yishni unutmangizlar. Chunki Google'imiz birinchi o'rында. Endi bu ham og'ilshincha fotomat yozishimiz kerak. Foto buniki o'zi fotomat deysiz. Kamera kalkulyator degan birinchi narsamiz. Bunga jazman endi shig'ay sizlarga ko'rsatuv uchun men buni qo'shgan bo'ladim. Endi savol kirik. Endi biz men bunday chiqargim keladi. 3x azaytirilgan 1,8 so'ng buni basamiz. Yo'q, bu qajit bo'lmaydi. Buni basamiz. Burada qajit emas ekan. 1,8 so'ng buni basamiz. Bizga kerakli strelkamizni basamiz. Sandarga qaytarib keladi. Ular 4,2 deymiz. Sonda x artıq 2 deydi. X kishi 2 deb chiqadi javobi. Endi men uni eng oxirgi emas, endi 3-chiga chiqardim kerak. 0,6 x qo'shilgan 7 janiga qaytadan kishi kerak. So'ng x qo'shilgan 9. X artıq -5 bo'ladi. Endi biz uni chiqaramiz. Arg'arada mana do'stlar, biz endi 4-chisini keldik. Bu bo'lshak bilan bo'ladi ekan. Bo'lshak turinde. Birinchisini 5 deb yozamiz. Ikkinchisini 6 deb yozamiz. Odan keyin x unutmamiz kerak. So'ng endi kerakimiz bor. Endi x qachalisam x azaytirilgan 4 1 bo'ladi. 4 1. Odan keyin artıq deganda olamiz. Deymiz endi. Bunda kerak bu bizga.
артық x қосылған 0,175 болады. 75. Сонда x кіші минус 6 болады. Біздің каналымыздың аты Айдана Маратова. Видеомызды көріп, лайк қойғандарыңызды қалаймын. Сосын комментарияға жазғандарыңызды қалаймын. Сау болыңыздар, сіздермен болған Айдана Маратова.